Boshlang'ich 2000 dollar bilan mana shu 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz halollansa savdoga berilyapti. Akalar kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Akalar yesishdi. 2000 dollar pulingiz bo'lmasa, yaxshi bitta mashinangiz bo'lsa, Spark'dan tepa mashinalarni xudo xolisa Spark'ga ham olishadi. Spark'dan tepa mashinalarni xudo xolisa trading xizmat qilib olib qolib, hisob-kitobini qilib yesishdi. Qolganiga xudo xolisa oyma sekin-sekin bo'lib berishga qilib berishadi akalar. Chiroyli qabzor qilib beramiz akalar. Ketdik. Yil 2020 akalar bir dona pitnosi bor ekan, qolgan joylari top-toza, faralar yaxshi holatda, balon holatlari ham juda ham yaxshi, suviga o'tmagan. Xudo xolisa mashina juda chiroyli bo'lib turibdi akalar. Obshipkalari yaxshi holatda, chexollar, radni o'ziniki yaxshi turibdi akalar. Poliklar yaxshi holatda, o'zini qaruvlari. Hop. 156 ming probeg. Mashinamiz avtomat magnitofonlarigacha bor, tepada даже video registratorlarigacha bor. Mashinaning ichidan ham приятный, yaxshi hidlar kelib turibdi akalar. Mashina to'laqonli benzin yuradi. Hech qanaqa ishi yo'q. Kelasiz, o'tirasiz minasi aka. Qarang, holatini bomba bo'lib turibdi akalar. Faqat Toshkent yon bag'irlariga beraman deb turibdilar akalar. Nima deysizlar? Inshaalloh kelib ko'ring, bitta haydab ko'ring. Yo'qsa baraka qilsangiz bo'ladi. Boshiga 2000 dollar berasiz yoki mashinangiz bo'lsa, mashinaning trading xizmatidan foydalansangiz ham bo'laveradi. Qolgan oylik to'lovlarni keladigan bo'lsa, egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xullas, tegagan nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa zo'r Cobalt qidirgan o'rtog'ingizga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin, kelar joningiz sog' bo'lsa, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.